Assalomu alaykum. Mehri oftobdan-da qaynoq, mard jasur ko'ksi qalqon, kulgulari dunyolarga teng, bitta tanho obunachilarimiz va kuzatuvchilarimiz. Biz bugun Tabriklar yomg'iri loyihasi orqali sizning dil to'rlaringizni chertmoqchi va qalbingizda buloq suvdek qaynab chiqadigan tilaklaringizni, dilso'zlaringizni, rahmatnoma, uzrnomalaringizni sohib-sohibalarga yetkazishlik xolis niyatimiz bor va bu niyatimizni amalga oshirishga tayyormiz. Siz bilan men boshlovchi Muborakxon bo'laman. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Halovuddin otajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, shundoq. Sog' salomat yuribsiz otajonim, kuningiz xayrli, barakali bo'lsin. Rahmat, sizlarga to'lmadim. Biz sizga Tabriklar yomg'iri loyihasidan bezovta qilyapmiz. Birozgina vaqtingiz bor siz bilan gaplashishga? Ha, vaqtim bor. Tabriklaymiz otajonim. Rahmat. Rahmat sizga ham. Mana bugungi shunday chiroyli kunning sohibi ekansiz. Allohimdan taningizni sog'ligini, imoningiz bo'd, vijdoningiz sofligini so'rab qolamiz. Rahmat. Allohim sizlarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlar nomarini bersin sizlarga ham. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Allohim barchangizni o'z himoyasi va panohida asrasin. Allohim sevgan bandalari qatorida bo'ling, siz-u bizga nasib ro'z aylasin. Ilohim. Rasulimizning chinakam mizdoshlari bo'ling, siz-u bizga nasib qilsin, ilohim. Ilohim, bilasiz otajonim, sizni qadrdonlaringiz, mehribonlaringiz tomonidan bizga tabrik xati yetib kelgan. Shu o'rinda bir savol bilan izlanmoqchiman. Tabrik xati kim tomonidan kelgan deb o'ylaysiz? Endi birinchi oilam, ayolim, o'g'illarim, qizlarim ishlab yurishi kerak. Ismlari bilan ayta olasizmi? Nechta o'g'lingiz, nechta qiz farzandlaringiz bor? Ayolim Amonuel ola, o'g'lim Nuralijon, Nozimjon, qizim Nagiraxon, nevaralarim bor 6 ta. Alloh umri uzoq bo'lsin. Kelinjon qizlaringiz bormi? Ha? Kelinjon qizlaringiz ham bor, shunaqami? Ha, albatta, qizim kelinim bor. Ismlari nima? Nigora, Durdona. Nigora, kichigi Durdona. Ana shulardan qaysi birlaridan ko'proq kutgan bo'lar edingiz? Endi bilmasam, hammasi ikkovi ham yaxshi kelinim bilan endi qaysidanligini hozir ayta olmayman lekin. Bu savol asli o'ylantiradigan savol. Unda men o'ylantiradigan savol. Ikkovi ham bir xil. Mehribon. Men bu insonni juda yaxshi ko'raman. Hurmatim cheksiz deya kelinjon qizingiz Nigoraxondan kelgan bu maktub. Rahmat. Va sizni so'raganimizda biram iliq fikrlarni bildirgan o'g'lingiz Nurali aka va danagidan mag'zi shirin bo'lgan nabirajonlaringiz Nurbekjon, Elbekjon va Muhammadjonlar hamrohlik qilmoqdalar bu maktubga qabul qilib olasiz. Rahmat. Hammalarning umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ilohim aytganingiz. Unda men qimmatli vaqtingizni olgan holda kelinjon qizingizdan kelgan maktub xatini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, eshitamiz. Unda men boshladim. Tilaklar ichida izlab topganim, Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizday yaqinlarni ko'proq yaratsin. Assalomu alaykum, men uchun qadrli, qadridan baland bo'lgan insonim. Biz uchun o'rinlari beqiyos bo'lgan insonim, qaynota otajonim. Sizni bugungi payg'ambarimizga suyukli banda, rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronali kuningiz bilan muborakbod etaman. Sizni chin qalbimdan tabriklayman. Doim biz uchun qayg'urib, bizni o'ylaydigan eng yaxshi insonlarimizsiz.
Sizni bugungi quvonchli kun, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yoshingiz fayzli, umringiz baxtli va sog'likda davom etaversin. Sizning donishmandligingiz, mehringiz va oilamizda qilgan g'amxo'rligingiz biz uchun bebaho. Yana ko'p yillar oilamiz davrasida sog'-omon, shod-xurram yurishingizni tilayman. Doimo bizani boshimizga, yaqinlaringiz boshiga sog'-salomat bo'lib yuring. Garchi siz uchun men eng yaxshi kelin emasdirman, lekin siz qaynotalar ichida eng yaxshisiz. Alhamdulillah aytaman, hamdlar aytaman. Sizday oilani, sizday mehridaryo insonlarni menga uchratgani uchun. Sizning oilangizga kelin bo'lib kelgan kunimga shukrlar aytaman Allohimga. Dadajonim, men yomonman bilaman. Shu fursatdan foydalanib bilib-bilmay yoshlik qilib ko'nglingizga ozor berib qo'ygan bo'lsam meni kechiring. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman. Bilaman tilim yomon. Endi hech ham xohlamaganman ko'nglingizga ozor berishdek yomon odatga amal qilishni. Doimo boshimizga sog' bo'lib, har bir kuningiz ana shunday quvonchli, ana shunday mehrli lahzalarga to'la bo'lsin. Keksalarimizga, farzandlarimizga va barcha yaqinlarimizga yaratgan egam yomonlardan panoh yaxshilarga hamroh qilsin. Ro'zg'orimiz baraka, tanu joningizdan sog'lik arimasin. Har bir kuningiz, har bir lahzangizni Allohim mushkulingizni oson qilsin. Farzandlarimiz o'ynab kulsin, keksalarimiz esa rohat farog'atda yashasin. Uzoq umr bersin Allohim. Bir-biridan soliha bo'lib ulg'ayotgan nevarajonlaringizni baxt kamolini ko'rib, yaxshi kunlarida doim yonlarida duo qilib yurishligingizni, yutuqlaridan quvonib yurishligingizni, oyijonim bilan jannatgacha va jannatlarda ham birga baxtli yashashingizni Allohimdan so'rab qolaman. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Borlaringizga shukrlar bo'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bir inson bor suyansang tog' yelkarar. Savlatidan chinorlar ham hijolatda. Bir inson bor uxlamaydi kechalari, fikri yodi ro'zg'orida kamomatda. Bir inson bor g'ururlari osmon qadar, istiroblar, g'am alamlar egolmaydi. Bu dunyoda faqat uning mehri chindir. Boshqa birov udek do'stlik qila olmaydi. Bir inson bor o'zi uchun yashamagan, qo'li qadoq boshimizni silaguvchi, bomdodlarda bildirmasdan duolarda yaratgandan umrimizni tilaguvchi. Bir inson bor o'p qo'llarin so'z ko'zingga, bo'ldi ota, sen ham biroz tin oldegin, endi ro'zg'or yuklarini bizga ortib, oyijonim bilan Makka tomon yo'l oldegin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin dadajonim deya maktub xatlariga yakun yasaganlar qabul qilib olasiz. Rahmat sizga. Mana shu eshittirishlar bardavom bo'lsin. Mana bu aytilgan hamma yaxshi niyatlar amalga oshsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, uzoq umr ko'rsinlar. Hech vaqt ota onani ko'ngli ranjimaydi farzanddan. Hamma vaqt qayerda bo'lmasa ularni duo qilib sog'ligini, tinchligini, baxtini so'raydi. Rahmat hamma oilamizga rahmat, kelinlarim, o'g'illarim, qizim, nayralar hammasiga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, tinchlik, oilaga baxt tilayman. Hamma sog' salomat bo'lsinlar. Har ertalab aytganlarda shu bomdod namozlarda albatta ularni duolarni qilib turamiz. Bundan keyin ham to umrimizni oxirigacha bilan duo qilamizki, faqat bularni yorug' yuz bilan yurganini ko'raylik deb. Uzoq umr ko'rsinlar va sog' salomat bo'lsinlar. Sizlarga ham kattadan katta rahmat. Ilohim tabrik uchun katta kelinimiz bo'ladi u kishi. Sizga ham katta rahmat. Sog' salomat ana hozir o'qishdalar, Samarqand davlat universitetida o'qishdalar. Ana shu o'qishlarni sog' salomat bitirib olib, diplomni olib, xalqimizga, yurtimizga, vatanimizga xizmat qiladigan izzatli, obro'li, ajoyib inson bo'lib, farzandlarni baxt kamolini ko'rsinlar. Ularni ana shu yaxshi kunlarni ko'rib, biz ham quvonib duo qilib yuraylik. O'g'lim bilan baxtli bo'lsinlar. Ilohim rahmat sizga ham.
Rahmat sizga ham. Aytgan niyatlaringiz amalga oshsin. Biz ham shunday istaklar bilan birga sizday insonlar, sizday mehri daryo insonlar ko'payaversin deymiz. Tilaklar ichidan izlab sizga iymon, e'tiqodlikni, tinchlik, xotirjamlikni, kenglik, kelmas davlatni va jannatning 8 darvozasi ochiqligini tilaymiz sizga. Rahmat. Muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelinglar. Xo'sh, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, omon bo'ling. Qo'shiqlar ko'p dunyoda, gohi tinglab tolgaysan. Bir qo'shiq bor kelinchak, jon deb quloq solgaysan. Qo'shiqlar ko'p dunyoda, gohi tinglab tolgaysan. Bir qo'shiq bor kelinchak, jon deb quloq solgaysan. Qaynamagan qumg'onga sovuq suvcha qadri yo'q. Cho'r kesishga kelganda qaynotadan mardi yo'q. Qaynotalar asraydi oilangiz orini, qaytib kelmas ketgani asray biling borini. Qaynotalar asraydi oilangiz orini, qaytib kelmas ketgani asray biling borini. Shirmaynonni kim yopar? Qaynotalar asraydi oilangiz orini, qaytib kelmas ketgani asray biling borini. Qaynotalar asraydi oilangiz orini, qaytib kelmas